tomonga uchdingiz qushlar misoli. Eslayman maktab davrim tushlar misoli. Har tomonga uchdingiz qushlar misoli. Eslayman maktab davrim tushlar misoli. Yillar o'tar oradan yillarni quvlab tutmoqda endi o'shal chog'lar xumori. Qayerdasiz sinfdosh qizlar, sog' salomat omonmisizlar? Qayerdasiz sinfdosh qizlar, sog' salomat omonmisizlar? Sho'xlik qilib sochingiz qo'yardik bog'lab, kunda 100 bor yarashib 100 bor arazlab. Qular edik ortingizdan toshlarni otib. Mana endi qoldim-ku o'zim so'roqlab. Qular edik ortingizdan toshlarni otib. Mana endi qoldim-ku o'zim so'roqlab. Qayerdasiz sinfdosh qizlar, sog' salomat omonmisizlar? Sabza urgach maylan. Aziz o'quvchilar, bugun biz buyuk bobomiz shoir shaxsiyati va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodiga bag'ishlangan Boburxonlik tadbiriga yig'ildik. Har Mirzo Bobur yashaganga garchi 500 yildan oshgan bo'lsa-da, uning adabiy va ilmiy merosi o'z qadrini zarracha ham yo'qotmagan. Biz buni tadbir davomida yana bir bor mushohada qilamiz. Bobur Mirzo 1483-yil 10-fevralda Andijonda tug'ildi. Uning otasi Umar Said Mirzo Farg'ona viloyati hokimi edi. Onasi Qutlunigar xonim Toshkent hokimi Yunus xonning qizi edi. Shoir otasining bevaqt vafoti tufayli 12 yoshida taxtga o'tirdi. Bobur shohda shoir bo'lib, ismi she'r degan ma'noni bildiradi. Shundan ham u she'r degan nomga munosib shaxs edi. U tariximizning murakkab bir davrida yashadi. O'tganga gidarlar ichida qolgan edi. O'z yurtiga sig'may qolgan Jamuriy doda Hindistonga bosh olib ketadi. Va u yerda buyuk saltanat o'rnatib, o'z jasorati va adolati bilan aholisining xalqi qalbidan joy oldi va ne'matni qozondi. Mirzo Boburning avlodlari Hind diyorida 300 yildan ortiq hukmronlik qiladilar.
tabiat, shaharlar, xalqlar, urf-odatlari, til va madaniyat ham jonli tasvirlangan. Boburnoma asarining mavzusi rang-barang bo'lib, O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston, Eron xalqlari tarixiga, geografiya va etnografiyasiga oid muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olgandi. Unda Boburning hayoti, yurishlari, siyosiy voqealar, shuningdek Mo'g'ul, Afg'oniston va Hindiston haqida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Boburnoma Bobur davrining hayoti ishonchli va badiiy tarzda aks ettirgan nodir asar. Resmiy adabiyotlar atoqli nomlar biri Sahodatda Muhammad Bobur o'zini murattab hayot davomida serhosil ijod qila olgan bu egar sohibi edi. Uning barcha asarlari bizgacha to'liq yetib kelgan emas. Uning qisqa hayoti yillar davomida naqadar buyuk ishlarni amalga oshirgan, qudratli davlat barpo etgan ajoyib asarlari bilan dunyo ahliga tanilgan. Bobomiz bilan qancha bilmasak arziydi. Bobur merosi biz uchun faxr, gurur va izzat manbaidir. Men Zahiriddin Muhammad Boburman. Andijonda tug'ilib, umr yo'llarim sinovlarga boy bo'ldi. Yurt sog'inchi qalbimni hech tark etmadi. Ammo ilm va adabiyotga bo'lgan muhabbatim meni tark etmadi. Yuz vatandan bo'ldim mosuvo. Tuz dushmandan ko'rdim ko'p jafo. Tuz bu dunyo qilmadi vafo. O'shal andijonlik Mirzo Boburman. Dunyoni dilim vayron qilsa-da, har yerda qaqshab qiz zarba bersa-da, Temuriyman dedi qayda bo'lsa-da, Boburni eslamasam ayib bo'lmasmi? Ruhini shod aylab ko'ngil tolmasmi? Boburnoma yozib qoldirgan meros, asarda qancha g'am, qancha ehtiros, uning shoirligi, shahriga ham rost. Boburni eslamasak ayib bo'lmasmi? Ruhini shod etib ko'ngil to'lmasmi? O'z yurtin tark etib inga yuzlangan, bahoriy bemavrid so'nib kuzlangan, qishlardan aldanib rosa tuzlangan Mirzo Boburman, Mirzo Boburman. Shohlik qolgan ekan bobomdan meros, ne qilsam qildimki Temuriyga xos. Qo'lida o'ynatgan qilich qalam soz, Mirzo Boburman, Mirzo
surolmay ketgan, yurtiga yuzini burolmay ketgan, ustoz Alisherni ko'rolmay ketgan Mirza Boburman. Ustoz Alisherni ko'rolmay ketgan Mirza Boburman, Mirza Boburman. Ajdodidan qaltis yegan tan, qadar buzuk vorin yutdi-ku shahar. Orzu armonida qolgan Samarqand, Mirza Boburman. Orzu armonida qolgan Samarqand, Mirza Boburman, Mirza Boburman. Yozmishman ko'nglimni taxbataq qondi, ilmda gadolik qilardim jondi. Yukin sig'ilgan Shoh Sultonni, Mirza Boburman, Mirza Boburman, Mirza Boburman, Mirza Boburman. Ahbab yig'lamoqni farog'at tutdingiz, jamiyatingiz borini davlatdingiz. Chun gardishin chaq to'ldirur dengri uchun, bir-birini necha kun g'animat tutdingiz. Ko'rmadim hargiz doim bu
dutor chalib o'ltirsam yorim keldi yonimga dutor chalib o'ltirsam yorim keldi yonimga shirin so'zini qilib o't soldi jonimga shirin so'zini qilib o't soldi jonimga kuylar chalib berayin birdan maram olsin kuylar chalib berayin birdan maram olsin yorimning visoliga boqib dilim qonsin yorimning visoliga boqib dilim qonsin ada qilding qoshingni qarog'i ko'zingni zibolig'i qoshingni qarog'i ko'zingni zibolig'i jonga jafo qiladi shu qizning balog'i jonga jafo qiladi shu qizning balog'i qaro qaro qoshligim uzun uzun sochligim qaro qaro qoshligim uzun uzun sochligim qora qoshingni deb yurib o'tib ketmasin yoshligim qora qoshingni deb yurib o'tib ketmasin yoshligim ey ado qilding canımni harid qilib canimla mehmon qilay canimni harid qilib canimla mehmon qilay ey ado qilding dutor chalib o'ltirsam yorim keldi yonimga dutor chalib o'ltirsam yarim keldi yanımga shirin so'zini qilib o't soldi jonimga shirin so'zini qilib o't soldi jonimga ey ado qilding ado qilding Tahmin men ko'rmagan jabru jafosi qoldi hasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldi meni xor
boshimga balolik bo'ldi, har meniki ayladim xatolik bo'ldi. O'z yurtim qo'yib yuzlab yuzlandim, yo Rab neydayinda yuz qaroliq bo'ldi. Anvarki bo'lgasi mening so'zimni o'qib sog'insan o'zimni, asling bilan ko'nglimni Xudoy aylashab, shukrki yoritdi yuzing bilan ko'zimni. Lola, Lola, ha. Lola, Lola, ha. Xatting aro uzari sabza içimde lala, ul çeşmi pur khumari, lala dagi khazala. Barcha parilar ey can, girdingda zoru hayron, go'yo erur namoyon, oy tegrasida xola. Barcha parilar ey jon, girdingda zoru hayron, go'yo erur namoyon, oy tegrasida xola. Lola, Lola, ha. Jafoni bisyor qilding menga havola, mehru vafoni yor, ko'p ko'rdi sendan ag'yor. Jabru jafoni bisyor qilding menga havola. Hajringda ey pariro, ko'zimdan uchdi uyqu, har kecha tongga tegru ishimdur ah lola. Hajringda ey pariro, ko'zimdan uchdi uyqu, har kecha tongga tegru ishimdur ah lola. Lola, Lola, xatlar yochdimki, har taraf bor, har taraf bor. Ishqingda bobur aylar, bu nav yuz risolat. Barcha parilar ey jon, girdingda zoru hayron, go'yo erur namoyon, oy tegrasida xola. Barcha parilar ey jon, girdingda zoru hayron, go'yo erur namoyon, oy tegrasida xola. Lola, 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 ha.
kabutarni tutib keltiring. Kabutarni tutib keltirib, oyog'idagi muz halqachani olib o'qibdilar. Oliy hazratlari, qovun ayni pishdi, kelib qo'l urib bersalar. Mirzo Boburning gapi to'g'ri chiqqanidan hayratda qolgan Umar Shayx Mirzo o'g'lidan so'rabdi. Odam, bu kabutar o'tgan yili ham bizni qonun zaliga chaqirgan edi. Siz uning o'ng qanotidagi qora dog'iga e'tibor bermadingiz. Men uni bir ko'rishdayoq tanidim. Qilichni emas, faqat